Ey Xudoyim, axir bu qabrga kechagina mayit qo'ygan edik-ku. Kim buni qaytib ochdi? Mayit qani? Balki qorovuldan so'rarman. Qobil dedim. Nimalar bo'layotganidan xabaring bormi? Qobil chiqa qolsang-chi. Ey Teshavoy. Ertalabdan nega buncha baqirasan? Undan ko'ra borib qabr kavlasang bo'lmaydimi? Qo'yib yuborsang-chi ahmoq. Abdurayim akaning kecha vafot etgan qizi qabridan o'q. Uni kimdir o'g'irlab ketgan. Qaysi xudosizning ishi bu? Men uchastkavoyga xabar qilaman. Bu noinsoflarni topmaguncha qo'ymayman. Seni esing joyidami? Hech kimga aytma. Muammo ko'payadi. Qabrni esa avvalgidek ko'mib qo'yamiz, bo'ldi. Ha? Menga farqi yo'q. Men baribir aytaman. Alo. Va alaykum assalom. Kim bu? Begzod aka, men Teshavoyman. Qayerdasiz? Siz bilan gaplashib olmoqchiman. Ha, Teshavoy, kelaver. Men ishxonamdaman. Ish qilib tinchlik bo'lsin-da. Ishxonamdaman. Ish qilib tinchlik bo'lsin-da. Teshavoy, o'zingni bosib ol, yur, ichkarida gaplashamiz. Qani Teshavoy endi, gapirchi. Nima bo'ldi? Nega bunchalik shokdasan? Begzod aka, bilasiz, kecha Abdurayim akaning qizi Ruxsorani qabrga qo'ygan edik. Bugun ertalabdan qabristonga borsam, Ruxsora ko'milgan qabr ochiq. Ichida esa jasad yo'q edi. Nima? Jonsiz tananing kimga keragi bor ekan? Uni kimdir aniq o'g'irlagan. Maraz. Biz uni baribir topamiz. Jinoyatchiga jazo muqarrardir. Teshavoy, sen menga qabrni ko'rsat. Men shu paytgacha qanchadan qancha jinoyatlarga guvoh bo'ldim. Lekin bu gap bu yoqdadir balki. Bu yerda etik izi bor. Taxminan 43-razmer. Men shubhalanadigan inson esa bitta. Bu jinoyat bilan men o'zim shug'ullanaman. Men mahalla noziri Begzod akayman. Eshigini ocha qolsang-chi. Assalomu alaykum Begzod aka. Keling, nima xizmat? Tinchlikmi ish qilib? Tinchlik emas-da. Tinchlik emas. Maylimi ichkarida gaplashsak? Qobil. Bo'lib o'tgan ishlardan xabaring bor. Sen kecha tunda shubhali biror narsa sezmadingmi? Men faqatgina tunda qabriston tomondan bo'rilar ovozini eshitdim. Balki bu ularning ishidir. Xo'p, shunday degin. Mayli. Qobil, ovqating yo'qmi? Och qolib ketdi-ku odam. Qobil. Sirlaring ochiladigan vaqt keldi. Endi bu yog'i meni ishim.